Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda amerikanskiy raqam bilan ochilgan kanallar zo'r ko'rilyapti yoki yaxshiroq natija qilyapti degan savollar ko'payib ketdi va bizdan ham shu amerikanskiy raqamlar, Amerika raqamlarini so'rab, o'sha orqali kanal ochishni yoki tasdiqlashni xohlab qolishdi insonlar. Hattoki men bugun eshitib qoldim, sun'iy intellekt ham ularga Amerika raqamida kanalni tasdiqlashni tavsiya etayotgan ekan. Xo'p do'stlar, bularning barchasi haqida bugungi video rolikimizda gaplashamiz. Shunaqa bepul foydali darsliklarni olish uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, izohlarda davom eting deb yozing, chunki men sizlar uchun har bir mavzuni oydinlik kiritib boraveraman. Siz ham vaqtingizni, ham naqdingizni, ya'ni pulingizni tejab qolasiz mana shunaqa narsalarda, ba'zilarida aldanib qolmaslik uchun. Demak, do'stlar, sizlar bilan birinchi navbatda bilib olaylik, raqam nima uchun kerak. Raqam umuman olganda insonga YouTube kanalini ikkinchi bosqichini tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichini tasdiqlash uchun biz virtual raqamlardan yoki tanishimiz yoki o'zimizning raqamlarimizdan foydalansak bo'ladi. U bizdan keyinchalik so'ralmaydigan raqam. Va shu raqam kiritadigan joyga amerikanskiy raqam, Kanada raqam, Indoneziya va hokazo dunyoning boshqa raqamlarini, davlatlar raqamini kiritishni xohlab qolganlar ko'p va bu xizmatni talabi bo'lganligi uchun takliflari ham mavjud. Bunday raqamlarni biz ham sotamiz, bizga o'xshaganlar ham bor va ular misol uchun narxlari hammada har xil. Kimdadir 10 ming, kimdadir 50 ming, kimdadir boshqacha narxlar. Shuning uchun do'stlar, o'zi bu raqam kerakmi? Buni qanday afzalligi bor? O'zi nima uchun amerikanskiy raqam kiritish kerak? Shular haqida gaplashamiz. Demak, do'stlar, birinchi navbatda boya aytganimdek, ikkinchi bosqichini yoqib olish uchun biz to'g'ri kelgan raqamdan foydalana olamiz. Ya'ni u funksiyani yoqish bizga nima beradi? Biz jonli efirlar o'tkazishimiz, 15 minutdan ko'p uzunroq bo'lgan videolarni yuklashimiz va eng asosiysi videolarimiz ustiga muqova, ya'ni preview deymiz yoki bo'lmasa obloshka deymiz va hokazo. Umuman olganda biz videomizni upakovka qilish uchun qo'yiladigan suratimizni tasdiqlash uchun bizga kerak bo'ladi ushbu raqam. Xoh Amerika bo'lsin, xoh O'zbekiston. O'zi umuman olganda bu sohaga qanday kirib keldi amerikanskiy raqam degan savolga sizlarga hozir javob beraman. Ya'ni qaranglar do'stlar. Bu holat qachon sodir bo'ldi? Bundan oldin, bir necha yil oldin bunday savollar javobsiz qolib ketayotgandi. Ya'ni savol ham paydo bo'lmayotgandi. Ya'ni bu O'zbekiston raqamlari deyarli hammasiga bu ikkinchi funksiya tasdiqlanayotgan edi. Ammo oxirgi yillarda O'zbekiston raqamlari bilan bu ikkinchi funksiyani tasdiqlash imkoni bo'lmay qoldi. Shu sababli insonlar virtual raqamlarga murojaat qilishni boshladi. Ya'ni boshqa davlat raqamlariga murojaat qilishni boshladi, chunki ularga muammosiz SMS kodlari kelayotganligi sababli. Va shu tariqa bozorda virtual raqamlarga, ya'ni SMS keladigan raqamlarga talab paydo bo'la boshladi. Va shu orasida ba'zi bir ekspertlar deymizmi yoki bo'lmasam kim bo'lishidan qat'iy nazar Amerika raqamlarini tavsiya qilishni boshladi. Balkim ba'zilar o'zi xohlagandir, amerikanskiy raqam bilan tasdiqlasam yaxshi bo'ladi degan ma'noda. Shu tariqa bizni O'zbekiston raqamlarimizga ikkinchi funksiyani tasdiqlash imkoni mavjud bo'lmaganligi uchun hozir 90% raqamlarga SMS kelmayapti O'zbekiston raqamlariga. Shuning uchun ko'pchilik raqam, virtual raqam yoki tanishini raqamidan foydalanishga majbur bo'lyapti. Bilasizki, hozir tanishlaringizga SMS yuborib, menga kodni ayt deyish bu juda ham bir qo'rqinchli ishlarni biriga aylandi, chunki uni ertaga plastikdan pullar yechilib qoladigan bo'lsa, sizlarni ertaga u ichki ishlarga yozib berib qo'yish ham mumkin, chunki siz unga SMS yuborgansiz va u sizga kodni aytgan va siz shubhali shaxslar qatoriga kirib qolmasligingiz uchun siz tinchgina virtual raqamlardan foydalanganingiz ma'qul. Endi mana shunday virtual raqamlardan foydalandingiz ham deylik, Amerika yoki Kanada yoki Indoneziya raqamlariga siz Google akkauntingizni ikkinchi bosqichini, ya'ni YouTube kanalingizni ichida siz o'sha qo'shimcha funksiyalarni yoqish uchun Google akkauntingizga o'sha nimani kiritingiz, amerikanskiy raqamni kiritingiz ham deylik. Endi bu sizga qandaydir ko'proq prosmotr olishga yordam beradimi? Afsuski, bu 50 ga 50 holat. Men bu narsani bo'lmaydi ham deya olmayman yoki bo'lmasam buni foydasi bor ham deya olmayman. Chunki u bor yo'g'i bizga 15 minutdan uzun bo'lgan videolarni yuklashga, videolarimizga obloshga qo'yishga va umuman olganda ikkinchi bosqichni tasdiqlashimiz uchun kerak bo'ladigan va bizdan qaytib so'ralmaydigan raqamlar turiga kiradi. Bu nima degani? Bu degani, men aytmoqchi bo'lganim, men ba'zi holatlar bo'ladi, o'zimning O'zbekiston raqamlarimga ham eski 10 yil, 15 yil oldin ro'yxatdan o'tkazib qo'ygan raqamlarim yoki oq tarifidagi Beeline raqamlarga keladi SMSlar, men o'shalar bilan tasdiqlayman va chet el kanal ochishda hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Bu deman miflarni olib tashlaymiz. Bu bilan men nima demoqchiman? Miflarni olib tashlaymiz. Обязательно amerikanskiy raqam kerak degan narsa yo'q. Agarda sizda shunga qiziqish bo'lsa, tajriba, sinov qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizda
shu Google uchun, ya'ni YouTube uchun raqamlar bor. Bemalol amerikanskiy, Kanada va hokazo raqamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qiling, taqdim etamiz. Bu sizni talabingiz borligi uchun bizda shunaqa taklif bor. Agarda yo'q, mani o'zimda SMS keladigan telefon raqam topiladi deydigan bo'lsangiz, bemalol O'zbekiston raqamlariga ham tasdiqlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu YouTube kanalingiz zo'r ko'rilib ketishi, prosmotrlar olishi, minglab dollarlar ishlashingiz sizni amerikanskiy raqamga tasdiqlashingizga bog'liq bo'ladigan narsa emas. Bu sizni kontentingiz, mehnatingiz, kanalingiz ustida ishlashingiz, sizni ijod qilishingiz va muntazam bu narsaga mehr bilan yondashib, har kuni videoroliklar chiqarib borib, to'g'ri yo'lda harakatni davom ettirishingizni talab etadigan holat. Shunday ekan, do'stlar, men sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat. Agar kontentingiz musur bo'ladigan bo'lsa, siz Amerikani o'zida borib ham kanal ochsangiz, buni foydasi yo'q. Agarda siz videolaringiz yaxshi ketib, $1000 oyiga 2000-3000 dollarlab pul ishlamoqchi bo'lsangiz, sifatli kontent tanlang va to'g'ri kanalingizni sozlang va to'g'ri optimizatsiya qiling, yo'nalishni to'g'ri olib boring. Bularning barchasini bizda o'rganishingiz ham mumkin. Bizning onlayn, siz musofirchilikda bo'lsangiz, onlayn kurslarimiz bor, offlayn kurslarimiz bor. Shaxsan o'zimdan kelib o'rganishingiz mumkin. Barcha imkoniyatlar hozirgi kunda O'zbekistonda mavjud. Barcha imkoniyatlardan foydalangan holda siz ham YouTube bilan o'z hayotingizni o'zgartiring. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman. Agarda sizga raqam kerak bo'ladigan bo'lsa, agar raqamni topa olmayotgan bo'lsangiz, sizga takrorlab o'taman. 77 kodi bilan 130-7300. Men montaj qilib o'tirmadim buni, yozib qo'ysam bo'lardi ekranga, montaj qilib o'tirmadim. Chunki bunga hozir vaqtim yo'q, chunki hozir chiqib ketishim kerak. Demak, eslab qoldingizlar. Demak, 77 kodi bilan 130-7300 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar. Yordamchim sizlarga javob beradi, kerak bo'lsa raqamlar ham topib beradi. Demak, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Kontent qilishga, sifat ustida ishlashga harakat qilinglar. Qanaqadir raqamlarga bu ikkinchi darajali narsa. Bu ikkinchi daraja deganimiz, birinchi navbatda kontent zo'r bo'lsa, keyin уже prosmotr va daromad ham bo'laveradi. Hammalaringizga omad, salomat bo'ling.